burunqi zamonda bir boy bo'lib, uning 2 o'g'li bor ekan. Bu balalar kichigidilla onasidan yetim qolgan bo'lg'ashqa, boy eg'irchilikni ularga bildirmay beqib cho'ng qipti. Kunlarning birida boy eg'ir kasal bo'lib, o'rin tutib yetib qoldi va balalarga vasiyat qilmoqchi bo'ldi. O'g'lim. Xo'sh, ota. Uyda suv tegib qopdi. Sen berib, ozroq suv olib kelsang bo'pti ekan. Ma'qul. Oldirma. Suv olib keladigan qapoq teshilib ketibdi. Shunga sen suvni sevat olib kelgin. Ha? Bu sevatda bir tomchi suv qolmabdi-ku. Bo'pti. Hech qis yo'q. Yana bir qitim olay. Suv turmaydigan sevatgan-ku bu. Shundoq qilib, suvni akilanmidim degan. O'g'lim, endi sen bu sevatda suv olib kirgin. Oy, so'yib kelsan-da. Ha. Oy. Aqlına barikallah oğlum.
Bolalarım, mening kesilim bağansırı eğirlişip ketayotydi. Özümge muayyan. Güllerim uzun qanmadı. Bu alemge ketishdan burun sizlarga qoldiradigan birli vasiyatim bor. Sizlar har qanday ish qilgan chaqda aql ishlatishga mahir bo'linglar. Esinglarda bo'lsin. Kalla ishlatib sabab qilsanglar, sevatdimi? Suv to'xtaydi. Uzun o'tmay buvay olamdan o'tibdi. Ikki o'g'il dadasining bu vasiyatini asli ching tutib, har qanday ish qilganda aql ishlatib, obdan kun kechiribdi.